Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lom bo'lmisiz? Bizlar uchun shunchayam barakatli kun bo'ldi. Bugun biznes partnyorlarimizning soni yana 5-6 ga ko'paydi, 5-6 taga ko'paydi. Xudo xohlasa inshaalloh biznesda birga siz bilan qilamiz. Qayerga bo'lsangiz, o'sha yerda biza, nima bo'lsangiz, o'sha yerda faqat o'rgating deydiganlarni soni kundan kunga ko'payib boryapti. Bugun hozir kontraktlar bo'ldi, ofisga обучение o'tdik, prezentatsiya qildik. Yana выездной обучениemiz bor. Biz hozir ketyapmiz klient oldiga. Sidelka bo'lib ishlaydigan bir yaxshigina o'zbek ayolimiz bor ekanlar. Borib u kishi bilan uchrashib, produktlar bilan tanishtirib, biznes haqida ma'lumotni berib, bugun yana kontraktlarni ko'paytirib kelamiz. Shuning uchun azizlar, bizga albatta qo'shiling. Hech qachon kam bo'lmaysiz. Hech bo'lmasa bizani kuzatib boring. Yutuqlarimiz bilan shodlanib, natijalarimizdan xursand bo'lib yuring. Xudo xohlasa albatta bu biznesga Xudo sizni ham yetaklab keladi. Biz bilan birga bo'lib, sayohatlarga borib, katta marralarga chiqib, yutuqlarga chiqib, agar xohish bo'lsa, albatta yozing, keling, biz bilan birga bo'ling, qo'lingizdan ushlab o'rgatamiz. Hattoki uyingizgacha borishga imkon topyapmiz. Bugun mana bizani biznes partnyorlarimiz taklif qilganlar, borib ularni yozdirib, Xudo xohlasa biznes haqida ma'lumot berib kelamiz azizlar. Albatta bu kuch birlikda, birgalikda harakat qilamiz. Inshaalloh ko'p yutuqlarga erishamiz nasib bo'lsa. Aslida biz hozir prezentatsiyaga keldik. Balashixaga Sidelkaga ishlaydigan qizimiz bor ekan, kampirga qarar ekanlar, hozir dachni variantga. Kelib hozir prezentatsiya o'tyapmiz, marketing planni tushiryapmiz. Xudo xohlasa bugun albatta qizlari bilan birga mana shu kompaniyamizga a'zo bo'lib, biz bilan biznesni boshlayaptilar. Biznesni boshlaymizmi? Birgalikda ishlaymizmi endi? Ha, inshaalloh Xudo xolasa boshlaymiz deb men sizlarga a'zo bo'ldim. Xudo xolasa boshlash niyatida oila a'zolarimni ham kirgizaman. Xudo xolasa hammamiz birgalikda ishlab katta natijalarga erishamiz. Anchadan beri kampirga qarayapsizmi? Ha, 2 yildan beri. Pashti 100 ga kiribdi dedingizmi kampiringizni? 98 ga kiradigan kampirga qarar ekanlar. Mana sidelka bo'lib ishlab, Xudo xohlasa bundan keyin zerikmaysiz. Kampirdan tushayotgan dohodga qarab o'tirmaysiz. Albatta mana shunaqa katta dohodlarga kirib, o'sha bu pullarni ushlaganingizdan keyin nasib bo'lsa sayohatlarga borib kelamiz. O'ylar qilamiz, to'ylar qilamiz, mashinalar olamiz. Albatta birgalikda ishlaymiz. Birgalikda ishlaymiz. Mana Madina Bonu sizga albatta yordam beradilar. Madina Bonu. Bugun kontraktlari ishlari zo'r bo'ldi, Xudo xohlasa. 6 ta kontrakt, 6 ta. Bu sensatsiya. Azizlar, shu uchun kelinglar, birga qo'shilinglar.